Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Vayto platformasi haqida gaplashamiz. Bu platformaning qanday afzalliklarga ega ekanligi, shu haqida o'zimni bilgan ma'lumotlarim bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qani unda boshladik. Biz bilamizki, O'zbekistonda Akfa Alyuminiy kompaniyasi ancha yildan beri faoliyat olib boradi. Biz bu kompaniyaga Vayto platformasidan foydalangan holatda investitsiya kiritib, o'z foydamizni olishimiz mumkin. Hozirgi kunda umumiy jalb qilingan kapital 15 million dollarni tashkil etadi va 800 dan ortiq investorlarga ega, yillik 10-15% daromad keltiruvchi kompaniya hisoblanadi. Siz aytishingiz mumkin, bu yerda nega buncha kam foizda, ya'ni daromad olamiz biz deb. To'g'ri, siz qanchalik riskni yuqori olsangiz, foydangiz ham shunga yarasha yuqori bo'ladi. Qancha riskni kam olsangiz, foydangiz ham o'shanga yarasha kam bo'ladi. Ya'ni bu yerda riskning kamligi sababli foyda ham o'shanga yarasha hisoblanadi. Keyingisi, kompaniyaning bosh direktori Kamran Gulamov hisoblanadi va Jahongir Ortiqxo'jayev esa uning asoschisi va egasi hisoblanib, biz bilamizki, Jahongir Ortiqxo'jayevning bundan boshqa yana kompaniyalari mavjud. O'sha Akfa universiteti, Akfa xususiy klinikalari va Artel kompaniyasi. Va bundan tashqari yana kichik bizneslari ham mavjud Jahongir Ortiqxo'jayevni O'zbekistonda. O'zbekistondagi yirik sanoat biznesiga hamkorlik qilish, investitsiya qilish platformasi hisoblanadi Vayto. Akfa Alyuminiy hozirgi kunda 20 ta zavod, 25 yillik tajribaga ega hisoblanib, O'zbekistonda faoliyat olib boradi. Hozirgi holatda Akfa kompaniyasi umumiy bozorda, o'sha umumiy holatda 550 million deb baholangan Akfa kompaniyasi. Akfa Alyuminiy kompaniyasi Markaziy Osiyodagi eng yirik alyuminiy produktlarini ishlab chiqaruvchisi va 30 dan ortiq mamlakatga eksport qiluvchi hisoblanadi. Va ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tishim kerakki, Akfa kompaniyasi Amerikada ham o'z zavodini hozirda qurmoqda. Amerikada ham. Keyin esa bu kompaniyaning shariatga mosligi, ya'ni bizni e'tiqodga mosligi bilan, ya'ni harom, ya'ni nojoiz bo'lgan harakatlarning aralashmaganligi, nojoiz bo'lmagan produktlarning yo'qligi bizni yana bir bor ko'zimizni quvontiradi deb o'ylayman. Keyingisi, o'sha boya aytganimdek, keyin siz investitsiyani dollarda kiritib, foydangizni ham dollarda olishingiz mumkin. Yillik 2 marotaba dividend to'laydi. O'shanda ham shu dividend to'lash ham sizga dollarda olishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda 2 xil tarif mavjud: standart va Kids Capital. Standart oddiy tarifi, standartda ham, Kidsda ham eng kam miqdor $1100 tashkil etadi. Va keyinchalik siz yanada pul qo'shib borishingiz mumkin. Eng kam miqdori hozirgi kunda 1100 so'mda hisoblasak 13 million qancha bo'lishi mumkin. Keyingisi, agar siz hozir $1100 kiritib, bir yilda 1232, 1380, 1545, $1735 va yil oxirida, ya'ni 5 yil ichida siz $1938 ga ega bo'lishingiz mumkin. Faqat $1100 boshida, yil boshida 5 yil deb hisoblangan. Yilda bir marta agar siz bunga qo'shimcha tarzda yana pul kiritib borsangiz, foydangiz ham o'shanga yarasha yuqori bo'ladi. Bu o'sha foyda taxminiy hisoblangan. Endi o'rtacha 12% deb bu yerda ko'rsatilgan. Men sizlarga hozir bu yerda bu platformaning o'zini platformasi mavjud. O'sha platformada qanday ro'yxatdan o'tish kerak, shu haqida ozroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. O'zini sayti ham mavjud. Qanday o'rnatish kerak, qanday ro'yxatdan o'tib, qanday pul kiritishimiz haqida ozroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. App Store'ga kiramiz. Hozir men o'zim telefonimda yoqaman.
Sizlarga ko'rsataman. App Store'ga kirib, Play Store'ga kirib, bu yerga yozamiz. Way Invest deb yozsak chiqadi mana. Birinchisi o'rnatamiz. Bundan tashqari ma'lumot uchun aytib o'taman. Akfa kompaniyasi kelajakda IPO qilish ham rejalashtirilgan, ya'ni Akfa Group nomi ostida o'sha kompaniyalarni birlashtirgan holatda O'zbekiston bozoriga, balkim jahon bozoriga chiqishi ham mumkin. Akfa kompaniyasi kelajakda. Ochamiz. Ruxsat beramiz. Hello. Chat. O'zbek tilini tanlaymiz. Tasdiqlash, hammasini belgilaymiz. Men elektron pochtadan oldin o'tganligim sababli men yana bir bor o'z pochtam orqali harakat qilib ko'raman. O'z email pochtangizni kiritasiz va bu yerga kod keladi. Mana shu kodni kiritgan holatda o'sha siz bu platformadan ro'yxatdan o'tasiz. Hozir kod kelishi kerak emailga. Mana emailga xat keldi. 8503. Mana tasdiqladi bizni. Kodingizni qo'yasiz. Mana Toshbekov, Lazizbek Toshbekov deb bu yerda chiqdi. Bu yerga kirib, mana hozirgi kunda ikki xil tarifi mavjud. Bundan 2-3 yil oldin bunda boshqa tariflar ham mavjud edi. Hozirgi kunda bu paketlar yopilgan. Mana bu tariflar hozirgi kunda yopilgan. Eng arzon tarifi hozirgi kunda $1100 tashkil etadi. Mana birinchi o'rinda siz pul kiritayotganingizda to'ldirish qilib, agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, so'm plastik kartasi orqali kiritasiz. O'zbekiston sharoitida bo'lsangiz yoki bo'lmasa agar boshqa davlatda bo'lsangiz ham Visa karta yoki bo'lmasa Master karta orqali ham pul kiritib investitsiyani boshlashingiz mumkin bo'ladi. Sizga bossangiz o'sha kartalaringiz, ma'lumotlaringizni to'ldirib ro'yxatdan o'tasiz. Birinchi bor ro'yxatdan o'tayotganingizda sizdan One ID so'raydi. Men oldin o'tganligim sababli hozir mendan so'ramadi. One ID dan ro'yxatdan o'tib, o'sha pasport ma'lumotlaringizni kiritganingizdan so'ng siz platformadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. To'liq holatda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda agar siz WeChat degan tugmasini bossangiz, siz bu platformada o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan so'rab ko'rishingiz mumkin. Bu yerda xodimlar sizga tezda javob berishadi. O'sha o'zingizni qiziqtirgan qanaqadir savollar bo'lsa, savollarni bersangiz, o'zing savolingizga tezda javob olishingiz mumkin bo'ladi. Akademiya. Bu yerda o'sha siz o'zingizni investitsiya sohasi, moliya sohasi bo'yicha o'zingizni boshlang'ich o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob ham olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu akademiya nuqtasida mana chekkada turgan moliya, akademiya shu anaqa investitsiya sohasidagi o'zingizga kerakli bilimlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi bu yerda. Mana shunaqa gaplar. Bizni kuzatishda davom eting. Bundanda qiziqarli ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Videodagi xato kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, yoqtirma tugmasini bosishni unutmang. Qandaydir savollar tug'ilsa kommentariyada yozib qoldiring, albatta javob qaytaramiz. Va bu shu investitsiya moliya sohasiga qiziqayotgan do'stlaringizga ulashishni unutmang.
Hammaga rahmat.